inaku bo'ladi ekan-ku. Men bir ishtani 150 160 o'tman aqi. Menga qaranglar. Obunachilar ikkisini bir joyda 120 ming so'm beraman dedilar. Assalomu alaykum, sog'misizlar? Qaranglar, original ko'ylak, original shim. Qarang endi. İkisini xudo xolasa 120 ga. Ya'ni ne desangsan buni Elo brendini. Endi keling endi bu yerda ko'razaman. Qarang. Shimlarga qarang, shimlarga. 150, 160 kamida sotilgan narsalarimiz 95 mingga qo'yib berganlar. Keling endi bu yerga. Keling. Bu narsamizni hurmatli obunachilar, kamida 150 deb, masalan aytib, 120, 130 berganmiz sizlar. Bu shimlarimizda. 70 ming so'm tishdi obunachilar. Tamam, 75 ming so'm. Endi keling endi. Go'ynakimizga qarang. Go'ynakimizga qarang, keling. Qarang. Yana go'ynakimizga qarang. Go'ynaklarimizni qarang hurmatli obunachilar. 70-80 aytilgan 45 ming so'mdan. Ya'ni qanday ilishar ekan? To'xtaman qani, buni ko'rgazay ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zamonmisiz? Assalomu alaykum. Oilaviy TV obunachilari. Siz endi bormisiz aka? Qarang, Elo brendga obuna bo'lib qaytga olsang dedingiz. Ha. İşi narxlardan bir tutturdi dedingiz. Qarang endi, haqiqiy Elo brendga obuna bo'lib, kelsa, like bas kelsa necha bo'ladi ish ikkisini? Siz ovozi shu narsani ikkisini 120 ming so'm berilgan bo'lsa, shu narsani Elo brenddan obunachi bizlar obuna bo'lib kelganlar shu narsani 110 ming so'mga beramiz. 110 ming so'm atiga 110 ming so'm oladilar. Hamma narsani shu, ishidagi boshqa narsalar ham Elo brenddan obuna bo'lib kelganlar, podpischiklarga ish qilib, hammasini chegirma aytib beramiz. Kelaverasizlar xudo xolasa. Esa qarang asa. Sizda ikki do'kon bor ekan, to'g'rimi bu yerda? Ha. Toza bozorda hurmatli obunachilar, qisqacha adresimizni ham tushuntiramiz. Elo brendga obuna bo'linglar. 110 ming so'm ishtoni, go'ynakini olinglar. 110 ming so'm. Ketdi. Boshda kiyinasiz. Mana qarang, Aujon kiyiklar uchun bormi bir narsa qarang. Bor. Yangi shikani legenda bo'lib kiyinamadigan uchun. Keling. Ishida hammasini ko'rasizlar. Ish qatorda hammasini shular. Chesti Xitoy materiallari. Xitoy material hammasi. Bular ham Xitoy materiallari, to'g'rimi? Yosh aka-ukalarimiz uchun ham, yosh katta og'alarimiz uchun ham bor. Bemalol kelaverasizlar. Mana qarang asa. Xudo xolasa quyidagi nomerlarga telefon uradilar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. O'zingiz kutib olasiz. Albatta videoda bunda adresimizni tushuntiramiz. Ko'rib qarasa, esa Elo brend obuna bo'lsa 110 ming so'm ishtoni go'ynakini olasizlar. Buni xudo xolasa jo'ralari, aka-ukalari, yoru birodarlari yuborib qo'yasizlar. Bemalol kelaverasizlar, xizmatdamiz. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Esa skidgan zo'r oladi, kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, bu ham tarafimiz Toshkent stanka, ya'ni Hazaras Toshkent stankasidan to'g'ri kirib kelaverishda toza darvozaga qarab, bu ham tarafimizdan 5-qatorda, ya'ni Mujis qatordan 1-ko'chasi Mujis qatoridan. Bu ham tarafimiz hurmatli obunachilar, ya'ni Hazaras toza darvozasi, toza bozorning darvozasi, ya'ni 5 mingliklar Bag'as stankadan to'g'ri kirib kelaverishda 4-qatorda hurmatli obunachilar, qaranglar. Mujis qatorining ham 1-si, bu hamdan ham 1-si bo'ladi-da shunda. Bu ham tarafimizda energiyapamiz o'tiradi, bilasizlar. Ish qatoridan to'g'ri qaranglar hurmatli obunachilar, endi do'konni ko'rasizmiz, ko'rib qarasizlar. Do'konimiz Elo brendi deb yozilib turibdi. Yana oldilarida. Yana kiyim va shimlar deb qo'ydilar. Ko'rishingiz mumkin. Nomerlari 164-do'kon. Endi ikkinchi do'konlarni ham ko'rasiz, hurmatli obunachilar. Bu ham tarafimizda qarang. Uje ko'rdingizlar. Shu qatordan to'g'ri kelamiz. O'ngda chapda bo'ladi. O'ngda ikkisi bitta yo'l tursinlar. 1 2 3 4 5 6 7-do'kon, 6-do'kon ekan. Yana İşi do'konimiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Elo brendda qo'ydi bir do'kon. Yon tarafda bir do'kon beda. 152-do'kon. Elo brendda kelasizlar. Albatta xudo xolasa skidka narxida Elo brendda obuna bo'lib kelganlar uchun addinni surpriz skidkalarni zo'r bo'ladi. Esa obunani tashakkur qilasiz Elo brendga, like bosasizlar. Ko'rib kelasizlar.